Shou-biznes vakillari o'rtasida katta janjal boshlangani rostmi? Davron Ergashev va Yulduz Usmonovadan shov-shuvli xabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamida sodir bo'layotgan eng tezkor va dolzarb mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Xonanda Davron Ergashev Mening yurtim telekanalining Omon Omon dasturi mehmoni bo'lib, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova bilan duet kuylagani. Aynan shu qo'shiq sabab xonandadan ko'ngli qolib ketgani haqida gapirib berdi. Bu duetni aytishdan avval Shahnoz bilan Yulduz opaning o'zlari meni uyiga taklif qilishgan. Kechasi soat 1da qo'ng'iroq qilib, Yulduz opaning uyiga chaqirishgan. Borsam, Shahnoz, Ravil Gimazutdinov, Yulduz opa o'tirishibdi. O'sha payt 2005-yillarda Mario va yana bir nechta qo'shiqlarim bilan mashhur bo'lgan paytlarim edi. Ularning taklifidan xursand bo'lib, bunga rozi bo'lganman va qo'shiq uchun g'oyalar ham o'ylaganmiz. Oradan 3-4 yil o'tgandan so'ng avtomobilda ketayotib, radiodan opaning bir gaplarini eshitib qoldim. Boshlovchi Dilmurod G'ulomov opaning duetlari haqida savol berdi va oxirgisi haqida so'radi. Shunda Yulduz Usmonova: "Eshigimning tagiga kelib yotib olgandan keyin yo'q demadim-da" deganlarni eshitib qoldim. Aslida o'zlari meni uyiga chaqirtirganda men yalinib bormaganman. Ularning taklifiga rozi bo'lganman. O'shandan keyin xafa bo'lib qolganman. Keyinchalik o'sha duetni kuylaganimdan afsuslanishimni aytganman. Rostini aytaman, o'zim Ziyoda Rayhon Shahnozga birga duet aytish taklifi bilan chiqqanman. Hatto Shahnoz bilan 2 marta duet kuylaganmiz. Xonandalar bilan aytgan hamma duetlarimiz ommalashgan, deydi xonanda.